Assalomu alaykum barchaga. Biz hozir mana Xomitekka yetib keldik. Mana bir uzumi mana uzum bo'ladigan bo'lsak, mana 40 santimetrlar yonib. Hozir buni shu holatda qo'ysak bo'lmaydi. Nimaga siz ichki bilan kaltalashtiramiz mana. Shu holatda qo'ysak, xudo xolasa mana donlari yirik bo'lib, zo'r bo'ladi. Uchidan jicha kesamiz mana. Qaychi ko'rinyapti, mana uchidan kesamiz. Bu yon shoxlaridan olib tashlaymiz mana. Buni ham xuddi shunday qilamiz, mana yon shoxlaridan olib tashlaymiz mana. Uchidan jicha kesamiz mana. Buni ham shunday qilamiz mana, ortiqcha yirik bo'lib ketgan. Bunday qilib turib uchidan kesamiz mana. Shoqidan olib tashlaymiz. Buncha katta kerak emas bizga. Mana ko'ryapsizlar, buni ham xuddi shunday qilamiz mana. Uchidan kesamiz. Yon shoxlarini olib tashlaymiz mana. Bular ham xuddi shunday qilib davom etamiz. Va yana mana bunaqangi bir qora baklar bo'ladi. Uzumga tekkanlari mana. Mashlarni olib mana nima qilib mana bu kesilgan ekan uchi. Buni ham xuddi shunday qilib, jicha kattaroq ekan. Jicha kishnalashtiramiz mana uzumni. Mana shu holatda qilamiz. Endi mana bu ham ortiqcha kattaroq ekan. Jicha kaltalashtiramiz mana uzumni. Mana shu holatga olib kelamiz. Nimaga desalaring, ortiqcha uzumda bosh katta bo'lib ketsa ham yetkazishlik qiyin bo'ladi. Bunday qilib uzumni tushiramiz. Ulardan ham olamiz, uchidan jicha kesamiz. Buni ham shunday qilamiz mana. Ag'idan kesamiz mana. Uchidan jicha olib qo'yamiz mana. Uzumga tegadigan, dori sasak xalaqit qiladiganlarni olib tashlaymiz. Bu yerda ham shunday uchidan kesamiz. Bu yerdan shunaqa olib ketamiz mana. Mana shu holatda mana davom etamiz. Mana buni ham mana uchidan kesamiz. Mana. Kerak emas bu ortiqcha katta. Mana. Sifatli don nima olamiz desak, mana. Bu uzum katta chiroyli bo'laveradi boshida. Uzun katta. Buni donani yirigi kerak, sifatligi kerak bizga. Bu keyin mana shu holatda olib bormasak, buni keyin nima qilishlik qiyin bo'ladi buni. Mana tarvaqaylab ketgan mana. Mana buni qaranglar, mana tarvaqa bo'lib ketdi mana. Kerak emas-da bu mana. Mana. Xudoni bering, mana bunisini olib tashlaymiz. Hozir sasal to'kilyapti. Shuning uchun keyin ko'taribmiz buni. Mana. Shu holatda davom etaveramiz.